Va, men so'g'an injig'ini qaranglar. Assalomu alaykum, maylimi sizni 1 minutga? Yo'qmi? Vau, qaranglar. Shuncha pul yutib olish imkoniyatlari bor edi, qaranglar. Kimga olamiz, ha? Qani ket. Assalomu alaykum, maylimi 1 minutga siz, ha? Bitta dona savolim bor, agar to'g'ri javob bersangiz, sizga sovg'am bor. Qarang, 2 ga 1 ni qo'shsa necha? 3 mi? O, gap bo'lishi mumkin. Men to'g'ri javob uchun mana shu o'yinchoq sizga oling. Oling. Qo'lingizni qilib oling, biroz qo'limda telefon bor. Oling. Ha, o'sha oq o'yinchoq sizga to'g'ri javob uchun. Endi qolgan tegida 10 million miqdorida pul yutug'i bor. Mana shu pullarni men sizga beraman agar siz Temur Bratga va Temur Brat homiylarga podpiska bosgan bo'lsangiz. Yo'q, ha? Mayli, o'yinimiz yoqdimi? Charchamang, xo'p, mayli. Vau, mana do'stlar qaranglar. Bizning o'yinimiz to'g'risini aytaman, haqqoniy, hech qanaqa aldov yoki hech qanaqa o'yinlar yo'q, to'g'risi. Haqqoniy o'ynaymiz. Faqat podpiska bosgan odamga beriladi-da pul yutug'imizda. Bo'lmasa qanaqa biz shunday odam shunday menimcha hech kim bermasa kerak deb o'ylayman. Va bizning kichkinagina shartimiz Temur Bratga, ya'ni menga podpiska bo'lasizlar va men podpiska bosgan homiylarimga tez podpiska bo'lib qo'yasizlar. Joninglar sog' bo'lsin. Do'stlar, palibomi 10 millionni nima deydi? Egasi deydimi? Egasini sizlar bilan birgalikda topamiz. Kuzatishda davom etinglar. Go! Kimda kim homiy bo'lmoqchi bo'lsa, bunaqa narxlar hech qayerda yo'q. 200 mingga 5000 obunachi, 500 mingga 13000 obunachi, 1 millionga 30000 ta obunachi, 2,5 millionga 100,000 ta obunachi qilib berishga 100% kafolat beramiz. Qilib bera olmaydigan bo'lsak, pullarni vazifat qaytarib beramiz. Bizdan o'tgan podpischiklarga biz rozi bo'lamiz.